Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oynayi jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar ertangi 26-mayga namoz vaqtlari bilan tanishmoqdasiz. Barchamizga Arafa kuni muborak bo'lsin. Azizlar, ertangi Arafa kunini ro'zasini tutishni unutmang. Azizlar, barcha bu beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborib, kommentariyada o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hozircha xayrlashamiz. Keyingi videolargacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.